100,000 so'mmi? Salam Dustlar. Kalaying, Bugan, Rangzais Golar, Ining 130 Kismani Dikat Bilan Kaorib Chikamiz. Kachagi Kism Oxaridaje Ogr Vaziatler Kian Nima Boel Di? Barkasini Tarda Bilan Adib Baraman. Avalo, Kichkina Yadgorni Yostagaj San Chilgan Igna Hakida. Oi Tuligi Tardib Sizlik Va Ablovler Edi. Oina, Sirening O Nasai Derav Renoni A Blotti. Mana Kaoring, Bu Iol Bolalami Ham Kine Oladi, Deb Jarangligan Ovas. Lekin, Bu Epizada Reno Matlako Boshkacha Kaorindi. U Yiglab, Yadgorni Kyukoklab, Menga Ishin Me Sismi? Men Bunde Kololmasman, Deb Yalvarardi. Bu Uning Ichki Azobi Hakaki Kaorindi. Savil Tugaladi, Agar Reno Emmas Boel Sa, Kim? Va Nima Yukun? Akinchi Katavokia, Shabnaming Karori. U Butan 129 Kism Devamida Aziz Akasaning Basamai Ostida Edi. 130 Kismda U Nayayat Java Birdie. Azizka Karab, Maili, aka Miraja Rosie Boldim, Dedi. Lekin, Bu. Ha! Sozi Shodlikdan Emmas, Baki Charchak Va Majboriat Hisidin Atal Gandhi. Uning Kaoslarita Suv Bor Edi, Dustlar. O Nasai Va Aziz Shodlikdan Tui Rejalarini Boshlesa, Shabnaming Oz Darazadan Karab, Kelajaji Hakada Oiler Edi. Bu Niko Shu Kadar Adi Boladimi? Murid Hakakatan Ozgardi Debishanish Mumkinmi? Bu Savalar Bizni Kiingi Kizmlarga Olib Chakati. Achinchi Va Angport Lavchi Sujet, Sud Jarayoni. Oisha Rustaming Otmish Dejai Ioli, Suda Ozi Sozini Kildi. Unafakat Pul Talib Kildi, Baki Rustam Hakada Dashotli Devalarni Ada Barishka Karishti. Umeni Zolab, Majberlab Algan Edi, Degan Gaplar, Sud Zalida Yangradi. Aziz Oturgan Joyida Kazarib, Jim Bolib Koldi. Bu Endi Adi Mulk Nazosi Emazedi. Bu Butenber Oilening Obro Esai, Odasining Izmi Taprokateka Zilish Zavi Edi. Bu Devio Kanchalik Hakikatka Aso Slangan? Aziz Bu Serdan Kakondan Beri Zabrador Edi? Bu Barkasi Oila Azolari, Anixa Shabnam Yukun Kande Ajabit Largo Olib Kaladi? Va albatta Sirojning ahvoli. U onasining Ra'no yomon ayol degan gapiga qarshi isyon ko'tardi. U aniq aytdi, men uni sevaman. Menga odamlarning gapi kerak emas. Agar siz uni qabul qilmasangiz, men ham bu uydan ketaman. Bu muhabbatmi yo'q aqlsizlikmi? Lekin uning qat'iyati epizod oxirida yana bir kutilmagan voqeaga olib keldi. Va epizod yana muhim savol bilan tugadi. Yodgorni yostigiga ignani kim sanchgan? Bir necha shubhali ko'rinishlar bor edi. Kecha uyga kim kirib chiqqan? Kimda sabab bor edi? Bu faqat Ra'nogami yo'q yoki bu oiladagi kimdir yana bir kattaroq fitna uyushtirmoqchi? Xulosa qilib aytganda, 130 qism bizni keyingi to'y, katta janjal va oila sirlarining ochilishiga tayyorladi. Har bir qahramon o'z tanlovi oldida. Sizning fikringiz qanday? Shabnam to'g'ri qildimi? Siroj va Ra'no birlashadimi? Va eng muhimi, Rustamning o'tmishi haqiqatan qorong'umi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Qilishi kerak bo'ladi, ammo eng muhimi u Farhod va keng oiladan sud va oqibatlarga duch kelishi lozim. Uning obro'si, munosabatlari va vaziyatni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. 100 qism hamma narsani buzdi. 101 qism esa buzilishni boshqarish haqida. Diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi. Keling. Masterni tomosha qilgan bo'lsangiz, hozir hammasini hazm qilishga harakat qilib o'tirgandirsiz. Men ham xuddi shundayman. Keling, bu bo'lib o'tgan voqealarni muhokama qilaylik va eng muhimi 117 qismda bu voqealar bizni qayerga olib borishini bashorat qilishga harakat qilaylik. Avval 116 qismdagi eng katta voqea haqida gapiraylik. Ushbu epizod asosiy qarama-qarshilikni yakunladi va ko'plab sirlar oshkor bo'ldi. Bosh qahramonning uzoq vaqtdan beri davom etayotgan azobi va uning qarorlari barchamizni hayron qoldirdi. Oilaviy nizolar yangi bosqichga ko'tarildi va sodiqlik sinovdan o'tkazildi.
Yon hikoyalardagi personajlarning qarorlari kelajakdagi voqealar uchun asos yaratdi. Bu nafaqat dramatik effekt uchun edi. Bu sahna butun hikoya dinamikasini o'zgartirdi. Rejissyor personajlarning jismoniy tili va didli gaplardan keyingi jimlik orqali ularning ichki kechinmalarini ajoyib tarzda yetkazishga muvaffaq bo'ldi. Bu sahnada g'azab, achchiq umidsizlik va yashirin istaklar uyg'un edi. Endi hammaning fikriga tushgan asosiy savol: endi nima bo'ladi? Ushbu portlashning oqibatlari 117 qismni belgilab beradi. Shuning uchun stolda qolgan parchalar bilan tanishib chiqaylik. Birinchidan, bizda asosiy qahramon bor. U o'zining eng karta kartasini o'ynadi. U yanada ishonchli bo'lib qoladimi yoki o'zining ochiqligidan pushaymon bo'lib, orqaga chekinishga harakat qiladimi? Va uning raqibi haqida nima deyish mumkin? Uning yashirin maqsadlari oshkor bo'ldi. U tushuntiradimi, oqlaydimi yoki qolgan narsalarini himoyadan o'tkazildi. Yon hikoyalardagi personajlarning qarorlari kelajakdagi voqealar uchun asos yaratdi. Bu nafaqat dramatik effekt uchun edi. Bu sahna butun hikoya dinamikasini o'zgartirdi. Rejissyor personajlarning jismoniy tili va didli gaplardan keyingi jimlik orqali ularning ichki kechinmalarini ajoyib tarzda yetkazishga muvaffaq bo'ldi. Bu sahnada g'azab, achchiq umidsizlik va yashirin istaklar uyg'un edi. Endi hammaning fikriga tushgan asosiy savol: endi nima bo'ladi? Ushbu portlashning oqibatlari 117 qismni belgilab beradi. Shuning uchun stolda qolgan parchalar bilan tanishib chiqaylik. Birinchidan, bizda asosiy qahramon bor. U o'zining eng karta kartasini o'ynadi. U Rangiz gullari serialining 100 qismiga chuqur tahlil qilaylik va keyingi 101 qismda kutilayotgan voqealarni ko'rib chiqaylik. Bu oddiy qism emas edi. Barcha uzoq davom etgan tarangliklar va sirlar qaynash nuqtasiga yetib, serial uchun muhim burilish nuqtasini tashkil etdi. Bu qismning butun kuchi Malikaning Sanjar va Guzal haqidagi orzusi bilan rostlikni aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari, uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi yanada ishonchli bo'lib qoladimi yoki o'zining ochiqligidan pushaymon bo'lib, orqaga chekinishga harakat qiladimi? Va uning raqibi haqida nima deyish mumkin? Uning yashirin maqsadlari oshkor bo'ldi. U tushuntiradimi, oqlaydimi yoki qolgan narsalarini himoya qilish uchun yanada shafqatsiz bo'lib qoladimi? Va yashirincha tomosha qilayotgan uchinchi shaxsni unutmaylik. U endi xavfli ma'lumotga ega. U undan yordam berish uchun, shantaj qilish uchun foydalanadimi yoki uni noto'g'ri odamga aytib, vaziyatni yanada murakkablashtiradimi? Shunday qilib, 117 qism uchun mening taxminlarim quyidagicha. Bu epizod hisob-kitob yoki tarqalgan parchalar deb nomlanishi mumkin. aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari, uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetish kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetish kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi. Jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta.
Malika uchun bir yuz bir qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashira olmaydi. U faqat Malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining himoya qilish uchun yanada shafqatsiz bo'lib qoladimi? Va yashirincha tomosha qilayotgan uchinchi shaxsni unutmaylik. U endi xavfli ma'lumotga ega, u undan yordam berish uchun shantaj qilish uchun foydalanadimi yoki uni noto'g'ri odamga aytib, vaziyatni yanada murakkablashtiradimi? Shunday qilib, 117 qism uchun mening taxminlarim quyidagicha. Bu epizod hisob-kitob yoki tarqalgan parchalar deb nomlanishi mumkin. Salom hammaningizga yana bir bor salom. Agar siz Rangsiz gullar serialining 116 qismidagi hissiy roller coasterni tomosha qilgan bo'lsangiz, hozir hammasini hazm qilishga harakat qilib o'tirgandirsiz. Men ham xuddi shundayman. Keling, bu bo'lib o'tgan voqealarni muhokama qilaylik va eng muhimi 117 qismda bu voqealar bizni qayerga olib borishini bashorat qilishga harakat qilaylik. Avval 116 qismdagi eng katta voqea haqida gapiraylik. Ushbu epizod asosiy qarama-qarshilikni yakunladi va ko'plab sirlar oshkor bo'ldi. Bosh qahramonning uzoq vaqtdan beri davom etayotgan azobi va uning qarorlari barchamizni hayron qoldirdi. Oilaviy nizolar yangi bosqichga ko'tarildi va sodiqlik sinovida va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashira olmaydi. U faqat Malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining olib kelgan to'liq zararni ham qabul qilishga majbur bo'ladi. Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda. 101 qism uni burchakka sigadi. U tanlov qilishi kerak bo'ladi, ammo eng muhimi, u Farhod va keng oiladan sud va oqibatlarga duch kelishi lozim. Uning obro'si munosabatining olib kelgan to'liq zararni ham qabul qilishga majbur bo'ladi. Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda. 101 qism uni burchakka sigadi. U tanlov qilishi kerak bo'ladi, ammo eng muhimi, u Farhod va keng oiladan sud va oqibatlarga duch kelishi lozim. Uning obro'si, munosabatlari va vaziyatni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. 100 qism hamma narsani buzdi. 101 qism esa buzilishni boshqarish haqida. Diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi. Aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari, uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetishi kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi, jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun 101 qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti, uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetishi kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi,
jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun bir yuz bir qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashir olmaydi. U faqat Malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining olib kelgan to'liq zararni ham qabul qilishga majbur bo'ladi. Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda. Bir yuz bir qism uni burchakka sigadi. U tanlov qilishi kerak bo'ladi, ammo eng muhimi, u Farhod va keng oiladan munosabatlari va vaziyatni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. Bir yuz qism hamma narsani buzdi. Bir yuz bir qism esa buzilishni boshqarish haqida. Diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi. Keling, Rangiz gullari serialining 100 qismiga chuqur tahlil qilaylik va keyingi 101 qismda kutilayotgan voqealarni ko'rib chiqaylik. Bu oddiy qism emas edi. Barcha uzoq davom etgan tarangliklar va sirlar qaynash nuqtasiga yetib, serial uchun muhim burilish nuqtasini tashkil etdi. Bu qismning butun kuchi Malikaning Sanjar va Guzal haqidagi orzusi bilan rostlikni aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Ekanini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashir olmaydi. U faqat Malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining olib kelgan to'liq zararni ham qabul qilishga majbur bo'ladi. Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda. 101 qism uni burchakka sigadi. U tanlov qilishi kerak bo'ladi, ammo eng muhimi, u Farhod va keng oiladan sud va oqibatlarga duch kelishi lozim. Uning obro'si, munosabatlari va vaziyatni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. 100 qism hamma narsani buzdi. 101 qism esa buzilishni boshqarish haqida. Diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi. Aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hamma uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari, uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetishi kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi. Jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun 101 qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari, uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetishi kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu
Uning obro'si, munosabatlar va vaziyatni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. 100 qism hamma narsani buzdi. 101 qism esa buzilishni boshqarish haqida. Diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi. Keling, Rangiz gullari serialining 100 qismiga chuqur tahlil qilaylik va keyingi 101 qismda kutilayotgan voqealarni ko'rib chiqaylik. Bu oddiy qism emas edi. Barcha uzoq davom etgan tarangliklar va sirlar qaynash nuqtasiga yetib, serial uchun muhim burilish nuqtasini tashkil etdi. Bu qismning butun kuchi Malikaning Sanjar va Guzal haqidagi orzusi bilan rostlikni aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari, uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda faqat so'z urushi bo'lmaydi, jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun 101 qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashira olmaydi. U faqat Malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining olib kelgan to'liq zararni ham qabul qilishga majbur bo'ladi. Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda. 101 qism uni burchakka sigadi. U tanlov qilishi kerak bo'ladi, ammo eng muhimi, u Farhod va keng oiladan sud va oqibatlarga duch kelishi lozim. Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetish kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi, jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun 101 qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashira olmaydi. U faqat Malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining olib kelgan to'liq zararni ham qabul qilishga majbur bo'ladi. Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda. 101 qism uni burchakka sigadi. U tanlov qilishi kerak bo'ladi, ammo eng muhimi, u Farhod va keng oiladan sud va oqibatlarga duch kelishi lozim. Uning obro'si, munosabatlar va vaziyatni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. 100 qism hamma narsani buzdi. 101 qism esa buzilishni boshqarish haqida. Diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi. Aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari, uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga ham qabul qilishga majbur bo'ladi. Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda. 101 qism uni burchakka sigadi.
U tanlov qilishi kerak bo'ladi, ammo eng muhimi, u Farhod va keng oiladan sud va oqibatlarga duch kelishi lozim. Uning obro'si, munosabatlari va vaziyatni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. 100 qism hamma narsani buzdi. 101 qism esa buzilishni boshqarish haqida. Diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi. Keling, Rangiz gullari serialining 100 qismiga chuqur tahlil qilaylik va keyingi 101 qismda kutilayotgan voqealarni ko'rib chiqaylik. Bu oddiy qism emas edi. Barcha uzoq davom etgan tarangliklar va sirlar qaynash nuqtasiga yetib, serial uchun muhim burilish nuqtasini tashkil etdi. Bu qismning butun kuchi Malikaning Sanjar va Guzal haqidagi orzusi bilan rostlikni aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetish kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi, jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun 101 qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashira olmaydi. U faqat Malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining olib kelgan to'liq zararni ham qabul qilishga majbur bo'ladi. Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda. 101 qism uni burchakka sigadi. U tanlov qilishi kerak qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetish kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi, jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun 101 qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashira olmaydi. U faqat Malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining olib kelgan to'liq zararni hadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashira olmaydi. U faqat Malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining olib kelgan to'liq zararni ham qabul qilishga majbur bo'ladi. Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda. 101 qism uni burchakka sigadi. U tanlov qilishi kerak bo'ladi, ammo eng muhimi, u Farhod va keng oiladan sud va oqibatlarga duch kelishi lozim. Uning obro'si, munosabatlari va vaziyatni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. 100 qism hamma narsani buzdi.
101 qism esa buzilishni boshqarish haqida. Diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi. Keling, Rangiz gullari serialining 100 qismiga chuqur tahlil qilaylik va keyingi 101 qismda kutilayotgan voqealarni ko'rib chiqaylik. Bu oddiy qism emas edi. Barcha uzoq davom etgan tarangliklar va sirlar qaynash nuqtasiga yetib, serial uchun muhim burilish nuqtasini tashkil etdi. Bu qismning butun kuchi Malikaning Sanjar va Guzal haqidagi orzusi bilan rostlikni aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning bo'ladi, ammo eng muhimi, u Farhod va keng oiladan sud va oqibatlarga duch kelishi lozim. Uning obro'si, munosabatlari va vaziyatni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. 100 qism hamma narsani buzdi. 101 qism esa buzilishni boshqarish haqida. Diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi. Aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari, uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetishi kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi, jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun 101 qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashira olmaydi. U faqat Malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining olib kelgan to'liq zararni ham qabul qilishga majbur bo'ladi. Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda. 101 qism uni burchakka sigadi. U tanlov qilish, sud va oqibatlarga duch kelishi lozim. Uning obro'si, munosabatlari va vaziyatni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. 100 qism hamma narsani buzdi. 101 qism esa buzilishni boshqarish haqida. Diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi. Aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari, uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetishi kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi, jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun 101 qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadi